Assalomu alaykum barchaga. G'allarolliklar uchun maxsus video bu. Mana G'allaroldan Go'rtdan kirib kelish. Hozir mana buni ko'ryapsizlar. Hozir to'xtovsiz agar ko'rayotgan bo'lsangiz mashina harakati kelishida to'xtovsiz rasmga olyapti. Kelgan mashina to'xtovsiz rasmga. Endi bu G'allaroldan kelish, bu tomon Go'rtdan kelyapmiz. Bu yoqqa qarab kirib kelyapmiz. Bu yog'i Orom tomonga ketadi endi. Yana bir ko'rsatay. Har bir harakatlanayotgan mashinani rasmi tushiryapti agar e'tibor berayotgan bo'lsangiz, harakatga kelayotgan mashinalar rasmi tushiryapti. Mutaxassislar bilan gaplashdim. So'radim, nega to'xtovsiz rasm tushiryapti desam, gayni ko'ramiz-ku, ko'pchiligimiz boyaga sal nariroqda gay turgan bo'lsa, hozir men bunday olamiz, gay bor ekan deb taqib olamiz-ku. O'shanda bu kelayotgan mashina rasmi tushirib olar ekan. Keyin biron odam o'tkazib, agar remen taqmaydigan bo'lsangiz, shtraf kelar ekan. Shunday qilib, G'allaroldan kelishda e'tibor beramiz. Gay bo'lmasa ham, gay bordek taqib olaveringsizlar ham o'zlaringiz xavfsizliklaringiz uchun. Bitta maslahat.